Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga chorshanba 23-aprel 2025-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkani boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, biz boshladik. Bugungi 8 bosh xunojim, bitta sigir keldi, bitta novvochcha 9 bosh jami. Shularni video obzorini qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, do'st birodarlarga podelitsiya qilib qo'ysalar, kanalimiz rivoji uchun. Demak, biz boshladik. Bo'y bastilari 1 bularni, mana bu novvochchamiz bor, 95 plus. Hop, yedi ishdi, sog'liklari yaxshi ekan, sinovdan o'tdi. Mana shu novvochchadan boshlaylik. O'ta kelishgan kalla voshi. Zo'rdan ekan. Oxirda ham mushkut qoldirmas ekan. Yedi ishtida kamchiligi yo'q. Bular kichikrog'i, kattarog'i yemga tayyorlari bor. Ularni bundan keyingi videoda qo'yamiz. Videolarimizni oxirigacha tomosha qiling. Xunojillarimiz bo'yi 1 metr. 6 tasini bo'yi 1 metr ekan. O'lchadik. Arqa oldilari kelishgan. Kamchiliklari yo'q. O'tgan safar qilingan videolarimizdagi mollardan qolmadi. Bular yangi partiyamiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor, hurmatli obunachilar. Boshqa viloyatlarga har doim eslatib o'tamiz, kelishilgan hollarda. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatini qilib beramiz. Bitta olsalaring ham, ikkita olsalaring ham, hammasini olsalaring ham dastlabki xizmatlari bor. Mana bular birdan baland, biri 5 shunaqa chiqadi, mana bu ikkita 3 tasi ham общий aytyapman, birdan olaveringlar. Shuning uchun haligi videoda kattaroq ko'rinishi mumkin. Mana bu videolarda kattaroq ko'rinadi hayvonlar, qo'y ham, mol ham hammasi. Shuning uchun bo'yini aytyapmiz. Bemalol borganda o'lchab olishlaring mumkin. Hop, ko'rib turibsizlar, oyoq qo'llari kelishgan, uzunliklari ham yaxshi, kamchiliklari yo'q xunojillardan. Oldi tomondan ko'rinishi toza, oqtim shu boqaman degan odam mana shu mol tavsiya qilamiz. Xudo xolasa boqaman deydigan odam bo'lsa, bir joyda olaman desa, o'ta zo'r. Narxini ham bomba qilib qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Narx-navolar bilan eslatib o'tamiz. Xunojinda 6 tasini bir joyga olaman deydigan odam bo'lsa, mana xunojinlarimizni ham bir ko'ramiz. Xudo xolasa zo'r, ayblaydigan joyi yo'q. Kamchiliklari boshqasi. Xunojillarni bir joyga olamiz deydigan odam bo'lsa, 8 million so'mdan qilib beramiz. Bu 8 million 200, 8 million 600, 8 million 500 unday emas. 8 million so'mdan bir joyga vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Bitta ikkitasini olamiz desa, narxlar o'zgarishi mumkin. Pasayadi yoki qo'shilishi mumkin. Shuning uchun optimga narx aytyapmiz. 6 tasini 8 million so'mdan qilib beramiz. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqsalaring, Telegram, WhatsApplar ishlab turadi, xudo xolasa. 7 ishtilarni videosini qilib bering desalar, qilib beramiz. Mana bu novvochchamiz, mana bo'ylari 95 dedik. Bu ham zo'r. 9,5 million so'm novvochcha. Hop, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi olib kelishim novvochchani ham endi bir ko'ramiz. Agar yaxshi bo'lsa, talab kuch bo'lib, foydalari yaxshi bo'lsa, novvochcha ham qo'shib kelsak bo'laveradi. Hozir bundan keyingi videolarimizda kattaroq xunojin, bitta sigirimiz bor, 4 kurak. Uni ham video obzorini qilib beramiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib,
Do'st birodarlarga, qadrdonlarga podpisa qilishni unutmanglar. Kanalimiz rivoji uchun. Bular mutlaqo tekin, o'zlaring bilasizlar. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hozir bulardan kattaroq xonajillarni qo'yamiz. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar bemalol. Mana hurmatli obunachilar, buzovlarimizni 7 ishtilarini ko'rib turibsizlar. Mana birinchidagi novvoschamiz, ya'ni qo'yilgan novvochcha, qolgani hammasi xuno uchun. Xudo xolasa kamchiligi yo'q. 7 ishtilarida umuman o'ylanmanglar. Qiziqqanlar ekran ostidan nomerga bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Silosga kepasi yo'q, somon aralashtirib berilyapti. Xudo xolasa yaxshi. Hozir bemalol aloqa chiqaverasizlar. Shvetlarimiz kattalarni hozir video obzorini qo'shib beramiz. Ularni oldin bularga hashak tashladi, o'shani ko'rsatib qo'yay dedim. Mana orqa tomondan ko'rinishi bularning. Bo'sh turgan holatdagisi. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q, zo'r hammasini. 7 ishtida uyalib qolmaymiz klientlarimiz oldida. Hurmatli YouTube ishqibozlari, kanalimiz a'zolari, mana 7 ishtilarini ko'rdilaring, maydalarimizni. Kattaroqlar deganimiz mana 1.10 bo'ladi bo'yi. Xudo xolasa 1.10, 1.5 pilusga olaveringlar. 1.10 chiqdi o'lchadim o'zim. Mana sigirdiki ham 1.10. 4 kurak bu. Idishlari 2 litr suti bor. Kamchiliklari yo'q. Zo'r, uzunliklari ham, rangi ham yaxshi. Narxi 10 million so'm. Sigirimizning narxi 10 million so'm. 4 kishi bitta tuqqan, birinchi bola. Hop, mana bu ekalasini 9,5 million so'mdan qilib beramiz. Bular aznazna kevayib turgan, etvoshi yaxshi. Xudo xolasa yemga tayyor variantidan boqaveramiz deydigan odam bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Bularda ham vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Oilalaringga fayzi baraka tilaymiz. Alloh taolo o'zi baraka bersin. Chorvalaringga baraka tilaymiz. Yaxshi kunlarda uchrashishlik sizni bizlarga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolarimiz so'ngida eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kanalimizni podpishka qilsizlar. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling.